Onlayn savdo bo'yicha ham juda ko'plab firibgarlar uchramoqda. Ya'ni kim internet orqali nimadir buyurtma bermoqchimisiz, ularga aytishadi, shu reklamalar joylashtirgan odamlar bilan, adminlar bilan o'zaro gaplashgan taqdirda bizga oldindan pulni o'tkazib bersangiz, biz sizga dastavka orqali chiqarib beramiz deydi. Va buni eshitgan fuqarolarimiz ularga ishonishgan holda oldindan pul o'tkazib, dastavka orqali kelishini kutadi. Ammo hech narsa kelmagandan keyin aldanganliklarini bilib, shu 102 qilish holatlari yuzaga kelyapti. Ya'ni kim shu fuqarolarimizdan buni ham so'rab qolardikki, hech qachon oldindan pul o'tkazib bermasliklarini. Xo'p, internet orqali nimadir buyurtma bermoqchi bo'lsa ham, o'sha dastavka orqali kelishsin, o'shanda dastavka orqali kelgandan keyin naqd pul ko'rinishda to'lovni amalga oshirib, kelib usta sifat nazoratgacha tekshirib olib, narsalarni olishlarini so'rayman. Endi mana shu yerda bir o'rinli savol tug'iladi. Bugungi kunda onlayn ravishda haqiqiy saytlar ham faoliyat yuritadi. Ya'ni o'sha buyurtma oladigan, mahsulot yetkazib beradigan. Biz fuqarolar qanday aniqlashi mumkin u soxta sayt, ya'ni firibgarlar tomonidan yaratilgan sayt yoki haqiqiy sayt ekanligini? Masalan, juda ko'p-ku hozir haqiqiy saytlari. Savolingiz o'rinli. Endi birinchi o'rnatadigan narsamiz bu bo'yicha, ayniqsa hozirgi kunda Instagram orqali ular bunday oldindan to'lov amalga oshirishlarni amalga oshirishmoqda. Instagram orqali kuzatganimizda, agar misol uchun kiyim kechib oladimi, bitovoy texnikami, nima olishidan qat'iy nazar, maishiy texnika olishidan qat'iy nazar, ular ularda Instagram ijtimoiy tarmog'idagi profilda joy manzili ko'rsatilgan bo'ladi, agar ishonchlilarda yoki bo'lmasa telefon raqamlarigacha ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. Keyin bog'lanish mumkin bo'lgan bir necha raqamlar yana ko'rsatilgan bo'ladi. Va bundan tashqari ularda olinayotgan bo'ladigan misol uchun olinish kerak bo'ladigan bo'lsa, bir necha adminlar ko'rsatiladi va bundan tashqari filiallar ham alohida ko'rsatib o'tiladi. Ko'p holatda firibgarlar o'sha biz onlayn tarzda ish faoliyatini yuritamiz, ya'ni onlayn do'kon, biz ma'lum bir sotadigan joyimiz yo'q. Shu sababli oldindan to'lov o'tkazib bersangiz yuboramiz degan maqsadda yo'nalishda ish faoliyatini olib boradi. Shuning uchun faqatgina shu misol uchun birinchi o'rinda aytadimizki, o'sha do'konlari bo'lgan va hozir aytib o'tganimdek ishonchli tarzda joy manzillari, telefon raqamlari bo'ladigan bo'lsa ishonishimiz mumkin.